Ikkita terma jamoamiz bir kunda nimchorak finaldan o'rin olgan Italiya-O'zbekiston bahsi 18-noyabr kuni bizning vaqt bilan 17:30 da start oladi. Uchrashuv Inspire akademiyasining 8-maydonida bo'lib o'tadi. Xuddi shu kuni, o'sha kuni xalqaro o'rtoqlik turniri finalida Eron hamda O'zbekiston milliy terma jamoalari ham maydoniga tushishadi. Nima deb o'ylaysiz? Finalni olamizmi yoki nimchorakdan o'tamiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ikkita terma jamoamiz bir kunda nimchorak finaldan o'rin olgan Italiya-O'zbekiston bahsi 18-noyabr kuni bizning vaqt bilan 17:30 da start oladi. Uchrashuv Inspire akademiyasining 8-maydonida bo'lib o'tadi. Xuddi shu kuni, o'sha kuni xalqaro o'rtoqlik turniri finalida Eron hamda O'zbekiston milliy terma jamoalari ham maydoniga tushishadi. Nima deb o'ylaysiz? Finalni olamizmi yoki nimchorakdan o'tamiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.